bormaysan. Voy bu kishim yotishlarini qaranglar. Naryoda janjal bo'lib yotibdi. Qanaqa janjal? Mullakam bilan Oyjon janjallashyapti. Ha mayli. Siz o'ylamang. O'zlari urushgan bo'lsalar, yana o'zlari yarashib olishadi. Oyingiz o'ylamasinlar. Men ish qilmayman. Agar kelinoyimni oyim haydab yuborgan bo'lsalar, uydagi ishlarni oyimni o'zlari ham qilaveradilar. Ha aytgancha, Oyjon Dubay sayohatiga bizni ham olib ketar ekanlarmi? Ha, albatta, faqat bu safar emas, keyingi safargisida. Ha mayli. Muhimi Oyjon salomat bo'lsinlar. Agar Oyjon salomat bo'lsalar, biz hali ko'p davlatlarga sayohatga boramiz. Albatta. Ha, bo'lmasamchi. Mayli.